Assalomu alaykum aziz kitobxon. Men bugun sizlarga O'tkir Hoshimovning Bahor qaytmaydi asari haqida gapirib bermoqchiman. O'tkir Hoshimovning Bahor qaytmaydi asari o'zbek adabiyotining eng ta'sirli nasriy asarlaridan biri bo'lib, insoniylik, hayotiy qadriyatlar, ota-ona mehrini ulug'lash, yoshlik va hayot yo'lidagi tanlovlar haqida hikoya qiladi. O'tkir Hoshimovning asarlari o'zbek xalqining ruhiyatini, qadriyatlarini, oilaviy muhitni, insoniy munosabatlar, vijdon, sadoqat, muhabbat, kechirim va hayotiy tanlovlarni chuqur falsafiy tarzda aks ettiradi. Uning shoh asarlaridan biri Bahor qaytmaydi asaridir. Bahor qaytmaydi psixologik, urushdan keyingi avlod hayoti va insoniylik haqidagi qissa. Ushbu asar 1969-yilda yaratilgan. Bahor qaytmaydi qissasida yozuvchi iste'dodli, biroq uning qadriga yetmagan, ulug' maqsadlardan mahrum xudbin yigitning tanazzul tarixini, ruhiy ma'naviy inqirozini san'atkorona tahlil etib beradi. 1969-yilda yozilgan ushbu qissada iste'dodli bir yigitning shuhrat ilinjida xazon bo'lgan umri, ma'naviy ruhiy inqirozi san'atkorona ifodalangan. Ushbu asar sahnalashtirilganiga qaramay, o'quvchilar tomonidan adibning eng ko'p o'qiladigan kitoblaridan biri hisoblanadi. Asarda ikki do'stning boshidan kechirgan kechmishlari yoritib beriladi. Alimardon, Anvar, Muqaddam ismli qahramonlarning fe'l-atvori, dunyoqarashi, tanlagan yo'li kitobxonni chuqur mushohada va xulosalar qilishga chorlaydi. Bahor qaytmaydi qissasi inson umrining va shuhratining boqiy emasligi haqida. Asarda yozuvchi iste'dodga ega, biroq uning qadriga yetmagan, ulug' maqsadlardan mahrum xudbin yigitning tanazzul tarixini, ruhiy ma'naviy inqirozini ijodkorona yoritib beradi. Ana shu ijodkorona tahlil tasvirining tuyg'ularga boyligi va samimiyligi bilan o'quvchilarning qalbiga yo'l topdi, ko'plarni hayajonga soldi. Qissa matnida boshdan oyoq muallifning o'ta nozik va nafis kuzatishlari, qalb tebranishlari, rang-barang kechinmalari, zavq-shavqi, armon va o'kinchlari, xilma-xil tuyg'ulari aks etgan. Aslini olganda qissadagi har bir voqea Bo'ston qishlog'ida bo'lib o'tgan. Asar bosh qahramoni Alimardon. U bronxit kasalligiga chalingan edi. O'qishni tamomlashidan bir hafta oldin onasini yo'qotgan edi. Alimardonni onasidan keyin faqatgina do'sti Anvar qo'llab turardi. U bemorlik paytida Anvar uni holidan xabar olgani keladi va uni o'zining yaxshi ko'rgan qizi Muqaddam uni davolashini aytadi. Shunday voqealar bilan asar davom etadi. Ushbu qissada har bir qahramon ulkan bir vazifani bajargan. Alimardon haqiqiy ismi Alimardon To'rayev. U tabiatdan qandaydir faqatgina o'zini yaxshi ko'radigan va boshqalarga nisbatan qalbida qandaydir hasad tuyg'usi bor edi. U hatto konservatoriyani muvaffaqiyatli yakunladi. Ammo qissa davomida Alimardon o'z do'stiga juda katta xiyonat qiladi. U Anvarning sevgilisi Muqaddamga uylanib oladi. Yillar o'tib mashhur ashulachi bo'lib, mansabga ko'tarilgan paytda tamomila o'zgaradi. Boshqa ayollar bilan yurib xotiniga xiyonat qiladi, ichkilikka beriladi va umrining go'zal paytlarini xazonga almashadi. Hayotidagi xatoliklarini tushungan zamonoq hammasi uchun endi kech ekanini tushunib yetadi. Anvar bosh qahramonlardan biri hisoblanib, anchagina sodda, ishonuvchan obraz. U do'stiga haddan ziyod ishongan. Alimardon va Muqaddam qilgan ishlarga hech qanday yomonlik qilmaydi. Hatto asar so'ngida do'sti qilgan ishlarni unutib, unga yordam beradi. Muqaddam asar avvalida Anvarning sevgilisi, ammo Muqaddam sof tuyg'ularga nisbatan xiyonat qiladi, kechirib bo'lmas ish qiladi. Xatolari bois hayotda yomon kunlarni boshdan o'tkazdi. U hamshira bo'lib ishlar edi. Bo'ston qishlog'ida bemorlarni davolar edi. O'z otasidan qo'rqar edi va qilib qo'ygan xatoyidan keyin ko'p narsadan cho'chib qolgandi. Shuni ta'kidlash joizki, qissa davomida Anvar Muqaddamga bir hikoya aytib beradi. Bu hikoya bilan yozuvchi xuddiki Muqaddam va Anvar hayoti birga davom eta olmasligiga ishora sifatida ifodalamoqchi bo'ladi.
Aziz kitobxon, men sizlarga ushbu asarni o'qish uchun tavsiya qilaman.